Siz Xudodan qo'rqasizlar, Xudodan qo'rqasizlarmi? Ha, duxinglar ko'tarib. O'ylashib qoldinglar-da, bu savolga qiyin javob. Xudodan qo'rqish oson emas bu. Xudodan qo'rqasizlarmi? İchinglarda qaysi biringlar birinchi sigaret chiqarib tashlaysizlar hozir mana shu yerda. Cho'ntakdan shuni olib, Xudodan qo'rqaman, mana tashladim degan kim birinchi? Uchgacha sanaymi? Kim? Alloh rozi bo'lsin. Dunyoda shunaqa baland martabada turibsiz, oxirat dunyodan baland martabada. Tashladingizmi shuni? Mana Xudodan qo'rqadigan inson mana shunday bo'ladi. Haromga eshitdimi, gunohligini bildimi, bu sahobiylarning odati